Ko'pchilik so'ragan kutgan video LG kir yuvish mashinasida mana shu 14 ta funksiyasi qaysida qanaqa material solib yuvish va nima ishlar bajarishini hozir men sizlarga bitta aytib beraman. Videoni vaqti ozgina uzunroq bo'ladi. Boshqacharoq video o'sha hisobiga videomizga like bosib yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar va kommentariyada sizlarning uylarda qanaqa kir mashinalarini yozib ketsanglar, keyingi video o'sha kir mashina haqida bo'ladi. Birinchi bilan ikkinchi funksiyamiz ko'rishingiz mumkin. Xlopik bilan Xlopik plus. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 95 gradusgacha suvni qo'ysanglar bo'ladi. Gradusini 1200 оборотgacha. Ko'pchilik shu narsani bilmasa ham LG kir yuvish mashinasida mana shu chap tarafdagi hamma funksiyalarda elektron tarosh ishlaydi. Misol uchun 6 kilolik kir mashinaga necha kilo kir solsa 3 qarab o'zi avtomatik vaqtini qo'yib suvini to'kini juda ekon qilib beradi. Uchinchi funksiyamizga keladigan bo'lsa smashing netkani. Ya'ni har xil aralash kiyimlar, har xil rangli matolarni shu funksiyaga solib yuvsangiz bo'ladi. Bundan tashqari keyingi funksiyamiz повседневный, ya'ni kunlik kiyimlarda kiyiladigan, uyda kiyiladigan kiyimlarni mana shu funksiyaga solib yuvsangiz bo'ladi. Bundan keyingisi uxoy adyol, ya'ni momi qushi, kichkina adyollar, sochuvlar, shunga o'xshagan narsalarni bemalol shu funksiyaga solib yuvsanglar bo'ladi. Undan keyingisi juda kerakli, foydali funksiya hisoblanadi. Gipoallergenik, ya'ni har xil parashokdan, mana bunaqa misol uchun gel allergiyasi bor, hozirgi havoda misol chayna allergiyasi bor odamlarni kiyimlarini, sochuvlarini mana shu funksiyaga solib yuvsanglar, bu yuvib bo'lgandan keyin par bilan оборотga qilib yuboradi, kiyimdagi mikrob, allergiya, bakteriya shunga o'xshagan narsalarni yo'qotib beradi. Undan keyingi funksiyamiz adejda malishi ko'rishingiz mumkin. Yosh bolalar, kichkina chaqaloqlarning kiyimini ham bemalol solib yuvsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha par bilan оборотga qilganning hisobiga kiyimdagi mikrob, allergiya, bakteriya, parashokka o'sha asatkalarning hammasini yo'qotib yuboradi. O'shanda kichkina yosh bolalarning tanasiga o'sha parashoklar tegib allergiya bermaydi. O'ng tarafdagi funksiyalar keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin sportivniy adejda bu yerda o'zi vaqt qo'yib qo'ygan, mana shu vaqtda yuvib beradi. Ya'ni olimpika, oyoq kiyim, shunga o'xshagan narsalarni bemalol shunga solib yuvsanglar bo'ladi. Undan keyingi funksiyamiz berejniy, ya'ni qimmat kiyimlar bo'lsa, misol uchun kostyumlar, shunga o'xshagan narsalarni agar kir mashinada yuvmoqchi bo'lsanglar, mana shu funksiyaga qo'yib yuborasizlar. Ko'rishingiz mumkin 20 gradus 400 оборот qo'yib yuboradi, 28 minut yuvib beradi. Tomniy tkani, ya'ni chuqur rangli kiyimlarga, misol uchun rangga chiqadigan materialli kiyimlar bo'lsa, shu funksiyaga qo'yib yuvganingiz yaxshi. Bundan ham ko'rishingiz mumkin, gradusini juda past qo'yyapti. Har xil doli kiyimlarga ko'rishingiz mumkin. Mana udaleniy piyating doli kiyimlarga o'zi mana hamda ko'rishingiz mumkin. Bir rasm yonyapti. O'zi обычный bu yoqqa parashok solinsa, bu yoqqa ham solasizlar. Juda ham kir bo'lib ketgan kiyimlarni mana shu funksiyaga qo'yib yursanglar, top-toza qilib chiqarib beradi, xudo xolisa. Tixa rejimi ko'rishingiz mumkin. Bomda turadigan bo'lsanglar, ili spanniylarga, mana shu kir mashinani hammomiylarga yaqin bo'lsa, shu funksiyaga qo'yib qo'ysanglar kechqurun, bu vaqt uzoqroq bo'ladi, lekin juda ovozi past qilib yuvib beradi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, bistro 30 buni hamma biladi, ya'ni 30 minutda tez yuvib beradi. Bunga ko'p kiyim solib bo'lmaydi. Bitta kiyim, misol bitta futbolka, bitta shim solsanglar, o'shanda toza yuvib beradi. Moya programma oxirgi funksiyamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda faqat mana ko'rishingiz mumkin, chayib siqib beradi. Bu yerda yuvmaydi. Kiyimlarni misol uchun kir mashina yaxshi chaymagan bo'lsa, bitta shu funksiyaga qo'ysanglar 18 minut ichida kiyimlarni bitta aylantirib suvda chayib beradi, keyin siqib beradi o'zida. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yinglar. Keyingi videoda men bu qo'shimcha funksiyalardan qanaqa foydalanish kerakligini men sizlarga bitta o'rgatib qo'yaman. O'shaning hisobiga bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.